Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana men Jason va bugungi videomizda hakerlik qilarkanmiz. Mana uni olaylik-chi, bu nima ekan? Buni monetga qo'yish kerakmikan, mana shu yerdami? Ha, bo'ldi. Bu yoqqa yur deyapti. Hop, bu o'yinda biz hakerlik qilayotganmiz, ya'ni hakerlik biznesini olarkanmiz. Hop, bu yerda nimadir chiqishi kerakmidi hozir? Cho'ta tushunmadim. Mayli, uncha tushunmadim. Bu nimadir deyapti. Bosdik va bu yerda nimadir sotib olishimiz kerakmi shunda? Bizga qancha ming dollar pul bergan? Ha, nima sotib olishimizni aytmayapti. Hop, nima deyapti? Shopga bor deyapti. Hop, do'konga keldik. Do'konga kelgandan keyin Noob Antenna Toaster. Ha, Noob Antenna Toaster. Ha, mana shuni sotib olishimiz kerak ekan. Mana sotib olgandan keyin bu yoqqa kelib, mana oldiga kelar ekanmizda. Ha, ma'lumotlar bazasi. Tushundim. Selga kirar ekanmizda. Selga kirgandan keyin nima bu? Tushunmadim. Bizga $185 beryapti. Yo'q deymiz. Qani ketdik. Ha, tushunarli. Bizni tutarkan, biz begim ma'lumotlar bazasi bilan kirarkanmizni. Ha, endi tushundim mana. Voycha, va quvlashini qaranglar. Ha, tutib ol. Menga sot deyapti, voy. Ma'lumotlar bazasini bunga sotamiz, endi nima ham qiladik, boshqa ilojimiz yo'q-da. Hop, qani bizda ma'lumotlar bazasi yaxshi, manidan yana antenna tutib olsakmikin, mana. Bo'ldi, bu ham mana unga ma'lumotlar bazasini berib turadi. Okay. Men o'yinni tushundim bola. Boshqa narsa kerak emas menga. Mana yerda yana Noob antenna berdi. Hop, bu antennalar bilan ma'lumotlar bazasini olamiz. Ko'p ma'lumotlar bazasini olib, pulga sotib yuboramiz. Okay, mayli, ketdik. Ha, mana tutib oladi bizni. Hozir McDonald's quvlayapti bizni. Ha, tutib ol McDonald's baribir. Hozir sot, menga sot deydi yana bu. O'yiningda bug qoldi-yu, ha, mayli. Ha, $636 sotdik. Manaqa yuramiz endi. Bugun nimaga antenna? Bizga antenna emas, bizga endi server kerak, mana server. $350 olamiz bitta server yana. Serverimiz ikkita bo'lgani yaxshi barmi? Mana ikkini bosib, monetga qo'yamiz buni ham. Hop, mana ko'rganinglarda hamma serverlar joy beryapti-yu, lekin nimagadir mana unga bitta ham narsa kelmayapti. Nimaga tushunmadim. Hop, mana u nima ekan? Hop, buni qanaqa ko'chirar ekanmiz? Ha, mana uni to'g'risiga qo'ysak, menimcha endi mana unga bersa kerak. Keyin buni yana mana ha, bu serverlar to'ldirgandan keyin ishga tushay ekan. Ha, bo'ldi, tushundim. Qani ko'ramiz bu o'yinda eng zo'r bo'la olamizmi yo'qmi? Selga o'taylikchi yana. Qani endi kuchaytirishimiz kerak, o'zimizni tezlashtirishimiz kerak. $215. Qani endi tezlashamiz. Menimcha bu safar yetib ololmaydi. Yetib ololmaydigan yetib oldi, plus McDonald's. Mayli, hozir maniga qo'yadi biza, mayli, endi nima qilamiz, sotamizda buni. Ayyo, $49 sarflab o'tiraman masanga. Hozir Roblox sarflagan vaqtim bormi? Mana $900 ga mana shuni sotib olsak bo'lar ekan, mana serverni. Ko'proq narsa sig'adi-da $900 ga. Mana ularni olaylik dedim, bo'ldi. Mana serverni olib, yana selga kelamizda, mana unda tezlik kerak bizga. Tezlik sota olsammi, mana $250 ga yana bitta tezlik. $291 ga ham sotar ekan. Bo'ldi, ketdi. Endi menimcha yetolmaydi. Ha, yetolmaydi aytdim-ku. Yetib oldi. Nima qilamiz? Va Amazongacha yetib boramiz ekanmiz-da bu ketishda. Okay, mayli. Yetib olgandan bo'lsa yetib oldi, mayli. Nima ham qilardim, yetib oldi. Mayli, endi mana yana o'zimiz tutib beraylik, mana unga o'zi olib kelib qo'yadi. Hop, confirm bola. Hop, endi mana biz shpatli qilgan. Nima shpat? Shpat, baraqa kel. Yarim emas. Server kerak emas, bizga antenna kerak ekan. Antennadan $250 ga sotib olaylik. Hop, antenna sotib oldik. Mana u nima ekan? Free deb yozib qo'yibdi mana. Ha, bu bizni yopiq joyimiz. Bizni qo'riqilarkan. Serverlardagi ma'lumotlarni o'g'irlab kelsa bo'larkan. O'rtoqlar, bundoq qilib foydali qilib qo'riqlab turish kerak ekan u. Endi tushundim. Birovlari serverlarni o'g'irlasa bo'larkan demak. Ha, maniga kiramiz. Ma'lumotlarni olsak bo'ladimi shunda? Qanaqadir qilib birni bosib bosib olsa bo'lmayapti-yu hech nima. Bu men tushunmadim, mayli. Nimaligiga tushunmadim uncha bu narsani. Nimadir bo'lsa kerak. Selga o'taylikchi mana. Serverga ketdik. Mana uni o'ziga tutilib beramiz endi, chunki boshqa ilojimiz yo'q. McDonald'sdan boshqasiga yetolmayapti kuchimiz. $1600 pul bo'ldi. Selga o'tamiz yana. Hop, endi bizga mana yerda serverlar kerak va bizga $1300 ga yana tezlik kerak. Ketdik. Menimcha endi bu safar yetolmaydi. Ha, yetolmaydi. O'zi Apple'ga o'tdik, iPhone'ga o'tdik. iPhone'ni qaranglar tezlik urishini. Steve Jobs-ku bu o'zi, Steve Jobs o'zi. Faqat iPhone sal kamroq pul berdi bizga. Bu tomon yoqmadi iPhone menga. Ha, mayli. Hop, olamiz hamma narsani.
Hop, bo'lgandan keyin yana nima deydi, antenaga o'tamiz. Antena yana $700 pulimiz yetmas ekan, o'shanga yana selga borib kelamiz. Hop, selga bormasak bo'lmaydi. Borgandan keyin mana buyoqdan qochib o'tsak bo'larmikan aylanib mana? Ha, plyaj tutib olyapti-yu bizni. Hop, mayli, endi antena kerak-da bizga. Antena bo'lmasa hozir bizga yetarlicha ma'lumot yig'olmayapmiz. Ha, $1800 kerak ekan. Bizga hozir yana ozgina server narsalar kerak ekan. Hop, selga o'tdik. Stiv Jobsni oldiga boramiz. Stiv amaki, Stiv amaki, Stiv amaki, Stiv amaki, Stiv amaki. Stiv amaki bizga yetolmaydi. Yo, bitta qolganda Netflixga bitta qoldi yetib olishimga mayli senga sotakanman majburla deysan mani plyus. Mayli, antenadan 1800 ga bitta sotib olaylik, endi majburmiz. Antena bo'lmasa mana serverlarni saqlash sal qiyin bo'lyapti-da. Xo'p, yaxshi. Hamma antenani olib olaylik. Endi server kerak bizga, chunki serverlarni juda tez tayyor bo'ladi hozir endi. Hop, $9 pulimiz yo'q. Shunga seldan borib yana bir ikkita serverlarimizdagi ma'lumotlarni olib, keyin bularni sotib yuboramiz. Hop, ketdik. Hop, yaxshi, mana buyoqdan boshlaymiz va ketdik. Menimcha hozir mana Stiv amaki manaqa keyin qolmasa bo'ldi. Stiv amaki, Stiv amaki, Stiv amaki yetib olyapti. Voy la'nat, ozgina qolgandi Stiv. Yetib oldi. Mayli, 1400 ga oldik. Endi nima ham qilaylik? Boshqa ilojim bormi? Server to'lib qolyapti. O'shanga server olishim kerak edi. Mana $9 ga bitta server oldim mana. Serverni oldik. Endi yana ichkariga kirib, mana serverni joylashtirib qo'ymasak bo'lmaydi. Chunki yetmayapti. 150 ta joy bor ekan. Mana serverdagi ma'lumotlarni hammasini olamiz. Hozir serverlar to'ldiryapti hammasi. Ana antenalar, ma'lumotlar bazasini o'g'irlayapti-da. Xakermizda hozir biz bu yerda. Endi yana selga o'tib ketdi. Hop, menimcha eng kuchligi bo'la olamiz degan umiddaman. Baribir Stiv Jobs bizni mana yerda tutib olar konfirm qilamizda endi nima Stiv Jobs qarorini boshqa narsa qilmasmidik. Okay, mana hamma server ma'lumotlarini olyapmiz. Bizga yana bitta server kerak, ya'ni ma'lumotlarni to'ldirishga qiynalishyapti ekan. Har safar sotib olib kelganda $9 ekan, mana shuni olib qo'yaman bitta. Bola mana yoqqa kirib, mana yerda $9 bo'lganiga mana uni mana yerga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Ikkita server tayyor bo'ladi bizda. Mana shuncha ma'lumot kelgunimizcha tayyor bo'ladi. Endi bizga antena kerak. Hop, antenani ham endi $700 olib turaman. Boshqa ilojim yo'q. Antena ham yaxshigina bo'lib tursin. Hop, antena yaxshi bo'lsa bizda ancha ma'lumotlarni saqlash osonroq bo'larmikin deymanda. Mana hozir tez to'ldiradi mana. Hammasini olib endi keyingisida aniq Stivni yutamiz. Ya'ni Stiv Jobsdan o'tamiz. Hozircha Stiv Jobsni oldiga borib turamiz. Ketdik. Hop, McDonald'sdan ketdik. Stiv Jobs bizga yetib olyapti doimgidek. Baqa yursak-cha bo'pti. Menga qarorimga qabul qil. Men senga $2900 beraman deyapti. Mayli, 2900 oldik. Menimcha endi keyingisida Netflixga boramiz hozir mana. Hop, mana yerdan eni bosib, hop $6100 ga ekan bittasi mayli. Jicha pul qilishimiz kerak ekan yana. O'shandan keyin bizga mana u nima deydi, Netflixga o'tish imkoni berilar ekan. Bizga $1000 taklif berdi. $1000 olamiz va mana yerdagi hamma server ma'lumotlarini olib, yana Stiv Jobsga sotib yuborish kerak. $6100 ga keyingisida narsaga o'tamiz. Nima deydi, mana u Netflixga o'tamiz. Netflixga ma'lumotlar bazasini sotamiz. Okay, Stiv Jobs bizni yana tutib oldi. 1700 berdi. Hozir yana bir marta borishimiz bilanoq bizga hamma ma'lumotlar bazasi berilar ekan. Yaxshi. Hop, shuncha server ma'lumotlarini olyapmiz. Hop, yaxshi. Endi selni bosamiz va keyingisida endi aniq o'ta olamiz. Mana u hozir mana shunga oxirgisini sotamiz. Stiv Jobs mana $1500 berar ekan maksimum. Yo'q, bizga maksimum 1500 bera olasan xolosmi? Mayli. Hop, $7000 pulimiz bo'ldi mana. Hozir mana serverlarni oldik. Endi mana yerdan kuchayishimizni ko'rasizlar. +10 tezlik qo'shiladi bizga hozir mana. Hop, endi mana biz kichkina qadam bo'lib yugurmaymizda hozir. Mana chekkadan o'tib ketamiz. Stiv yetolmaydi bizga. Mana aytdim, yetolmaydi deb. Mana kim ekan buni egasi? Offer. Hop, Netflix offeri bizga taklif qilyapti. $1400 beraman deyapti. Bu juda kam-ku. Nega bizga 1500 beryapsan? Cho'ta tushunmadim. Hop, mayli, hozir serverlardagi ma'lumotlarni olaylik. Demak, bu yerdan sotib yurarkanmiz. Birinchisi bizga 1200 taklif qilyapti. Hop, yaxshi. Stiv 1700 taklif qilyapti. Yaxshi, agar 1700 bo'lsa yaxshi bo'lar. Baxchi 2000 taklif qilyapti. 2000 olamiz mana yerdan hozir. Netflixda 2000 olgan yaxshi mana 2000 berdi bizga.
Manimcha server ma'lumotlarimiz sal yaxshi ketmayapti deb o'ylayman. Shunga man yo 9500 dedim man. Manidagi $3000 olaman dedim. Bola $3000 serverni oldik. Hop, yaxshi. Eng kuchli serverlardan bittasi bu ham. Bundagi ma'lumotlar to'ldirish uncha munchasiga emas deydi-yu. Antena kerak bizga albatta. $4500 ga antena olamiz. Keyingisida qani ketdik. Bola-chi man ularni oldim. Polniy hammasini olsak. Bola. Endi selga o'tib, manaqa birinchisi $2500 berar ekan bizga. Maksimum $2500 bera olar ekan. Uchinchisi 2800 berar ekan. Keyingisi $3600 berar ekan. 3600 bizga yaxshi variant va yoqdi. Va nega chiqamiz. Bizga server kerak edi, antena. Ha. $4500 ga oldik bu antenani. Antena tezroq to'ldiradi endi. Bo'ldi mana. Hozir antena VIP narsada to'ldiradi. Va katta tezlikda. Ko'ryapsizlarmi? Antenalar zo'r foyda beryapti. Hamma serverdagi ma'lumotlarni olib, hop, keyin sotamizda. Hop, bizda 1000 ta qilib olaylik. Endi 1000 ta bo'lgandan keyin ketamiz. Hop, Netflixga chiqdik. Netflixdan keyingisiga o'tishga harakat qilib ko'rish kerak endi. Hamma serverlarni olib, endi 1000 ta qilib ketamiz bu yerdan. Yaxshi. 1000 ta bo'lsa bo'ldi-da. Bizga boshqa yana nima kerak? Bo'ldi yana. Hop, 1000 ta bo'lishiga oz qoldi. 100 ta qoldi. 100 donadan keyin bu serverlar bo'ladi. Bu ajoyib. Qani, hop, ozgina qoldi. Hop, yaxshi. Mana serverlar yig'yapti. O, 1000 ta bo'ldi. Selga ketdik. Keyingi birinchisi bizga $4300 taklif qilishyapti. Keyingisi Steve bizga 5900 taklif qilyapti. Netflixchi. Netflix $7800 taklif qilyapti. Lekin bizga 7800 kerak emas. Ha, mayli, 7800 beramiz, mana. 7800 ga oldi. Jam pulimiz 8000 bo'ldi. Hop, antenalar bizga juda kerak. Antena kerak ekan yana. Yana 4500 ga olaymikan antena? Olamiz-da, boshqa nima qilamiz? Chunki mana shu antena orqali pul topamiz-ku biz. Hop, yaxshi. Server xizmatlari o'zi juda katta daromad keltiradigan narsami deyman-da man. Ha, bu yoqqa qo'yamiz ekanmiz. Maniga qo'ysak bo'ldi mana. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi tez to'ldirar mana. Serverlarimiz zo'r to'lyapti. O'zi 1000 ta bo'ldi-da mana. Yaxshi. Bir pasda 1000 ta qilib yubordik-da. O'tgan safar ko'rdinglar, 1000 ta qilish uchun qancha harakat qildik. Okay, mayli. Selga o'tib, ketdik. Yaxshi. Birinchisidan o'tdik. Hop, 4200. Bu 5800. Demak, Netflix bundan ham ko'p pul taklif qiladi. Netflix $7300 taklif qilyapti bizga. Okay, Netflix yaxshi pul taklif qildi. Serverdagi ma'lumotlarimiz ko'payyapti va bizda $12000 bor. $12000 bo'lsa yaxshi va selga o'tamiz va manidan bizga kuchaytirish uchun $28000 kerak ekan. 28000 bo'lsa 28000 da birinchisi $1900. Bu bo'lmaydi. Ikkinchisi Steve Jobs 2600 bizga arzimaydi va Netflix $3600 confirm. Bo'ldi o'rtoqlar, mana hozir bir $16000 pulimiz bo'ldi. Tushunasizlarmi? Antena sotib olsak, yana ham tezlashamiz-da biz. Hop, yaxshi. Buni nimaga sotib ololmayapmiz? Ha, 6 sekund buni bundoq qilib ololmayapmizmi shunda? To'xtanglar, hozir bizda pul bor. Nima degani bu endi? Men tushunmadim. Nega ololmayapti? Next refresh deyapti. Bo'ldi. Biz bularni hozir ololmas ekanmiz ba'zi birlarini. Bo'ldi. Aynan shuni ololmas ekanmiz. Deyli mana $13000 ligini olamiz buni ololmaganimiz bilan. Demak, istalgan narsamizni sotib olamiz ekanmiz-da. Bu antena qanaqa antena? Microsoft antenasi. To'ldirishini qaranglar. Mayli do'stlar, nimadir bo'lyapti-yu xullas, Xullas do'stlar, video cho'zilib ketdi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.